Baxtli men bugun video chiqarishga qaror qildim. Mikrofonim buzuq ekan, shu uchun mikrofonni ta'mirlab, yangi mikrofonga narsa qo'ydirdim. Va bugun Minecraftda kam sodir bo'ladigan strukturalarni ko'rib chiqamiz. Qani, let's go. Menda hech qanaqa mod yo'q. Oddiy. Men qishloq topib oldim. Qishloqda bo'ladi. Qishloq yaqinlarda. Endi pastga tushamiz. Va qum ichiga taxta paydo bo'ldi. E'tiborlaymiz. Qumni ichidagi taxtani ochasiz. Va kirdik. Va ko'rishingiz mumkin. Bu yerda paydo bo'ldi. Wow, netherite'mi? Shunday bo'ladi. Menga 14 ta chiqdi. Umadim keladi. Hammaga har xil chiqadi. Kimgadir 14 ta, kimgadir 12 ta, kimgadir 9 ta. Eng ko'p bilan 105 ta chiqadi. Keyingisi qishloqlarni uyida ko'proq uchraydi. Qani, let's go. Qishloqning kravati menga yoqmadi. Shu uchun almashtirib qo'ydim. Bu narsa esa 1% uchraydi Minecraft yerlarda. Qani tekshirib ko'ring. Hozir kravat sindirdik. Qumlik. Tushunmadim. Qumlik qanday ochildi? O'ynachilar ko'ryapsizlar, qanday qumlik ochildi? Minecraft bu narsani qo'shmagan, lekin yaxshilab tekshirib ko'rsak, bu narsa aniq bor. 1% Minecraft yerlarda uchraydi. Keyin sizga yaxshilab ko'rsatay. Qarang. Bu yerda netherite. Bo'lmasa qilib ko'ring. Men bu yerni qishloq kemasin deb yopib qo'ydim. Qayerga bilasiz, ketdim men. Keyingi tuzog'im, keyingi narsa. Ko'p kishi e'tibor bermaydigan yerga e'tibor berganmisiz? Ko'p kishi yerlarni qazimasdan yuradi. Xato qiladi, chunki yerlarda ko'proq struktura bo'ladi. Hozir sizga ko'rsataman. Hozir siz blogerlar nimaga yerga e'tibor bermay yurasizlar? Qarang, yer blok turibdi. Qarang, bulardan farq qilyapti. Keyin buni ustiga urib ko'ring. Voy, bu ham qumlikka o'xshab ochilgan ekan. Bu narsa 70 debman. Bu ochilmaydi, shunchaki uning texnikasi bor. Ochilmayapti, bossak. Endi bunga qarang. Bu shunchaki struktura. Buni yoqsangiz ham nezerga bormaysiz. Shunchaki Mojang yaratgan struktura. Secret room. Bugungi videomiz sizlardan obuna bor edi. Sizlardan like, mendan reaktiv video. Shu bilan secret roomlar tugadi. Xayr. Bu narsa mod emas.